Namangan viloyati Yorqo'rg'on mol bozori 10-iyun 2026-yil. Bozorda ko'chat buqachalarimiz. Akalar shunday video, vallahi video qilib olaman, qochib turasizlar. Qaysi kanal? Obzor qilamiz aka. Kanalimiz yangi, obuna bo'lib o'tib ketasizlar. Kanal nomini aytinglar. Obzor qilamiz aka, obzor qilamiz. Mana mollar obzor qilamiz aka. Bu videomiz YouTube uchun, Instagramdan ikkimiz ham obzor qilamiz. Hoji aka, maydagilar sotilib ketibdi. Mayda to'lib turgan buqalarimiz sotilib ketibdi. Bozor oxirrog'ida kech kelibmiz o'zimiz. Ayb o'zimizda. Bozorimiz ancha bo'shab qolibdi. Qo'lda kelgancha sizlar narxlarni yoritib beramiz. Akalardan narxlarni so'radim, endi qaytib so'rab kelmadi. Endi mana yoqqa o'tyapmiz. Ana mana shu qo'chalarimiz ham sotuvda. Hoji aka, baraka bo'ldimi? Qancha savdo qilyapti? Egalar savdolashyapti. Bu yoqda ham qo'chalarimiz bor. Oldidan obzor qiladigan bo'lsak, uni og'zi shalaqlanib qopti. Yashir alomatimi, nima alomat bilmayman. Mashq qo'lar ham sotibdi. Shu bozorga chiqqan qo'chalar 1, 2, 3, 4, 5. 5 yosh qoldi. Hoji aka, ikkitasi sotildimi? Qanchadan ketdi? 57 millionga bir juft sotilibdi. Qolgani qanchadan deyapsiz hoji aka? 32 milliondan narx aytilyapti. Hoji aka, nomer aytib o'tib ketasiz. 90 94lik 005 6600. Dastavkalar bor hoji aka. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab bor, pulini kelishamiz. Dedi molda egasi. Ko'zlar bo'ylanib archib ketyapti. Kim biladi buni ko'zlari nimaga bo'ylangan? Qop kiygizilibdi boshiga. Bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Mana. Mana bu qoni zo'r. O, hoji aka mana, qani turdi. O, bittasi mana yoqqa ketdi mana. Shaka ketdi, chekib ketdi. Bu yoqda boyagi Mickey Mouse sotiga mansub bo'lgan buqa. Akalar charchashlar yo'qmi? Ana, YouTube'da aziz aka. Hoji bu, assalomu alaykum. Mana o'sha mol yana topib oldim. Molda o'z manzillar kuzatib qo'ydik, endi bu yoqda qo'y obzor qilamiz.